Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Granat A va men bitta narsadan so'ramoqchi edim. Mana Zenus Minecraft o'zcha narsa yasab turnirini. Mana chekara men ham borman, Alex Uz balobatdarlar. Ishqilib shu yer ko'rsatilgan nazarda mana ko'rib turganingizdek, mana shu ovozlar bo'lsa, mana men bu yerda bor yo'q bitta ovoz sababli yutib chiqqanman. Ya'ni o'ziga ovoz berim bor edi. U ham o'ziga ovoz bergan. Buni ikkovimiz ham bir-birimiz bilan gaplashib olganmiz. Mana Alex Uz da keyingisi esa mana bu ikkovi. Madrid va Lemen ishqib tilim kelishmayapti, ishqil o'sha. Hozircha ikkovida ham 8 ta ovoz. Xo'sh, kim menga qarshi bo'ladi deb o'ylaysizlar? Masalan, men 50-50 bo'lsin deb bunisiga ovoz berdim. Bunisiga ovoz bersam bo'lmas edi. 50-50, sizlar esa ularning bittasiga ovoz beringlar. Mening keyingi raqibim kim bo'lar ekan? Xo'sh, 15 ta ishtirokchi. Nima? 15 ta ishtirokchi? Bittasi qani?